I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. No, I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to be this mission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track. No, now when they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Do'stlar, bizda navbatdagi jang 60 kg вазон toifasi, весовая категория 60 кг. Официальное представление бойцов. Первое Сиугал Кокбурчак. Бойцу 40 лет. Его размер 65 сантиметров, вес 60 кг ровно. Он мастер спорта по ЖПЗ, кандидат мастера спорта по ММА, представляющий Торто Тим Алматы қаласы, Казахстан. Бекжан Жугер Утемиса. Demak, 60 kg vazn toifasi Kokburchakda Qozog'iston vakili Bekjon Utemisa. Ее соперник красный угол, бойцу 26. Его рост метр 70 сантиметров, вес 60 кг ровно. Он кандидат мастера спорта по ММА, мастер спорта по боксу, представляющий Пхукет Файт Клаб Банджикет, Таджикистан. Снайпер Анисия Купа. Demak, Qizil burchakda Tojikiston vakili Anis Yakubov do'stlar tanishtirib o'tildi. Tojikiston. Jang referisi Davud Mirsaliyev, Tojikiston. Oradagi yosh deyarli 20 yoshni tashkil qilar ekan. 40 yosh qozog'istonlik jangchi, 26 yoshda tojikistonlik jangchi. Demak, birinchi raundga start berilmoqda. Middle kick bilan boshladi.
Yakubov, Lovu darhol oldinga boryapti. Tojikiston vakili. Round kick. Zarba. Mana bu yerda tizza zarbasi qabul qilib olyapti. Yubordi, juda kuchli zarba. Zarbalar ketma-ketligi. Lekin o'zida, Utemisov o'zida yo'qotib qo'ygan o'zini. Yana bir tizza zarbasi. Navbatdagisi. High kick. Kick, jarohat ham paydo bo'ldi menimcha. Qozog'istonlik jangchida. Takedownga harakat. Bermayapti. Yakubov va aksincha o'zi jangni parterga ko'chirishni uddaladi. Bo'g'ib qo'yishga harakat qilib ko'radi. Mana bu yerda o'xshaydimi? Lekin adashmasam burnidan qon oqayotgandi. Nafas olish qiyinlashishi ham mumkin. Juda qulay vaziyat, lekin qo'llarini o'tkazib oldi. Faqat bir masala bor, hali endi jang endi boshlandi. Hali hammada o'pka yaxshi. Yo'q, bermadi. Do'stlar, mana shu jangdan keyin yana bir jang bo'lib o'tadi. Ana o'sha jangdan so'ng asosiy kartga o'tamiz. Tirsak zarbasi Yakubov o'tkaza oldi. Yuqorida ham aytib o'tdim, Tojikistonda havaskor MMA juda yaxshi rivojlangan, jahonning yetakchilari qatorida e'tirof etiladi. Jarohat jiddiylashyapti. Va professional yo'nalishda ham ko'rdik. O'zingiz guvohiga aylandingiz. Bir nechta tojikistonlik jangchilar faoliyat yurityapti. Yana bir o'ng qo'l zarbasi. Juda ham kuchli zarbani o'tkazib yuboryapti Utemisov va menimcha referi aralashadimi? Biroz aktivlik bor, lekin aralashadi. Baribir aralashadi. Passiv himoya. Bu yerda yosh ham menimcha o'z so'zini aytdi. 26 yosh, albatta endi yonib borayotgan jangchi. Unga qarshi esa 40 yoshlik jangchi edi. Ya'ni Utemisov, Bekjon 40 yoshda edi. Endi albatta bunaqa yengil vazn toifalarida yosh baribir o'sha sekinroq yo'sinda kechadi janglar. Yengil vazn toifasida esa baribir tezlik birinchi o'rinda. Shuning uchun aytib o'tganingizdek yosh o'z ta'sirini o'tkazib. Umuman jang qozog'istonlik jangchi uchun havas qilgudek boshlanmadi, chunki boshlanishi bilanoq tizza zarbasini o'tkazib yubordi. Aynan o'sha jarohat yuzaga keldi bundan keyin. Demak do'stlar, biz asta-sekin asosiy kartga yaqinlashib boryapmiz. Bizni oldinda juda ham qiziqarli janglar kutib. В данном поединке зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Банжикет Таджикистан Анис Yakubov. Anis Yakubov shu tariqa rekordiga yana bitta g'alabani qo'shib qo'ydi va ko'rsatkich 11 ko'rinish oldi. Daniel Garadeni ham ko'ryapmiz uning burchagida. Yana bir jang bor. Undan so'ng esa asosiy kart janglari boshlanadi. Yondiradigan janglar.